Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan birgalikda speakingdan ozgina tayyorlanamiz. Speakingda what do you like and what do you not like mavzularini ko'rib chiqar ekanmiz. Xo'sh. Speaking qilishdan avvalambor savolni tushunishimiz kerak. Xo'sh, ikkinchidan savolni tushungandan keyin unga ideya ishlab chiqarishimiz kerak va ideyalarimizni grammatik qolipga qo'yib gapirib berishimiz kerak. Ideyani qo'ygandan keyin uni qo'llab-quvvatlash kerak. Ya'ni bitta gap bilan to'xtatib qo'ymaslik kerak, balki o'sha gapni yana qo'shimcha bitta gap bilan davom ettirib ketish kerak. Misol uchun, what do you like about the area where you live? What do you like? Nimasi yoqadi yashayotgan joyingizda? What do you like about Gulistan? What do you like about Uzbekistan? desa, demakki javob berishga e'tibor beringlar. Sizlar javob bersalaring I enjoy deysizlarda. Bu yoqqa bitta ideya qo'yasizlar. Demakki uni qo'yaylik. Enjoy deysizlar. Yoki I really like degan so'zni qo'ysalaring bo'ladi. I really like degan keyin bironta ideya qo'ysalaring bo'ladi. Xo'sh, another good thing aytasizlarda, bundan keyin bitta ideya qo'ysalaring bo'ladi ekan. Xuddi shu qoidani I find bir narsa very enjoyable, bir narsani o'rniga ideya qo'yishimiz kerak bo'lar ekan. Ideyamiz rangini men sariq qilib qo'yaman. Sariq qilib qo'yamiz ideyalarning rangini. Xo'sh. Endi bu ideyalarni qayerdan olamiz? Xayolingizga birinchi kelgan ideyalarni ishlatishingiz mumkin. Misol uchun I really like the weather deyishlaring mumkin. Yoki I really like buildings deyishlaring mumkin. I really like I enjoy deslaring bo'ladi. I enjoy food deyishlaring mumkin. Another good thing is bazaar, Oriental bazaar. I find restaurants very enjoyable. Mana shular menga yoqadi deb aytlaring bo'ladi. Faqat bitta so'zni aytib cheklanib qolsalaring, ballaring nisbatan past bo'ladi. Shuning uchun bu yoqqa iloji bo'lsa, noun phrase'lar qo'ysalaring zo'r bo'ladi. Ya'ni qo'yayotgan narsalaringni sifati bilan qo'ysalaring zo'r bo'ladi. Misol uchun I really like people. People qanaqa bo'lsin? Friendly people bo'lsin. People sifatni oshirish uchun sizlar inhabitants degan so'zni qo'ysalaring bo'ladi. I really like friendly inhabitants. Yoki I enjoy another good thing is friendly inhabitants. Xo'sh, ideyalarni men pastda ko'rsatib beraman mana. Demakki friendly inhabitants, tasty food, lively festivals va spectacular scenery degan ideyalarni qo'ysak bo'lar ekan gapirayotganda. Misol uchun e'tibor beringlar, what do you like about the area where you live? desa, aytishlaring mumkin I enjoy tasty food ni olib kelib qo'ysak bo'ladi. Bo'sh qoldirgan joyga ideyaga tasty food ni olib kelib qo'ydim mana. E'tibor bergan bo'lsalaring, ideyamizga tasty food bo'ldi. Menga mazali ovqatlari yoqar ekan. Endi bu mazali ovqatni qo'ygandan keyin, tasty foodni qo'ygandan keyin sizlar bu gapni to'xtatib qo'ysalaring xato bo'ladi-da. Xato bo'ladi. Ya xato bo'ladi emasda, to'liqsiz bo'lib qoladi. Shuning uchun gapni to'ldirishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni tasty fooddan keyin gapni davom ettirishimiz kerak bo'ladi. Endi bu yoqda qanaqa gapni davom ettirsak bo'ladi? Ya'ni ideyamizni support qilishimiz kerak. Misol uchun I enjoy tasty food. We have restaurants from different parts of the world. People enjoy eating international food. For example, we have Korean food, kheb, kimchi, Korean salads. People also enjoy Turkish food, Italian pizza, etc. Ya'ni support qilayotganda ko'p support qo'ymaylar, ozgina support qilsalaring bo'ldi, ko'p kerak emas. Chunki biz ikkinchi ideyani, uchinchi ideyalar, to'rtinchi ideyalarni qo'yib gapirayotganda vaqt yetmay qolishi mumkin-da. Xo'sh, keyingisini e'tibor beradigan bo'lsang, friendly inhabitants degan ideyani olamanda, friendly inhabitants ni olamanda, men yerga qo'yaman. Mana bu yerga qo'yib qo'yaman mana. Demakki, I really like friendly inhabitants. And friendly inhabitants ni ideyasini support qilish kerak.
support qilishimiz kerak. Ya'ni qanday support qilamiz? Odamlar mehmondo'st bo'lsa, nima bo'libdi mehmondo'st bo'lsa? They always say hello. They always usually invite for a cup of tea to have a friendly chat, and people are often sociable, usually sociable. Tushuntiryapman. Ya'ni gapimizni support qilib ketishimiz kerak. Buni ham cho'zib o'tirmasdan, demakki, misol uchun qaranglarda, I really like friendly inhabitants. They always invite for a cup of tea and they always say salam alaikum, which means I wish you peace and tranquility degan ma'nolar bildiradi. E'tibor bergan bo'lsangiz, men bitta qolipga qo'yib fikrimni aytdim. Friendly inhabitants qo'ydim va bitta gap bilan uni support qildim. Support qilishimiz kerak. Xo'sh, another good thing men mana e'tibor beradigan bo'lsangiz bitta ideya qo'yaman. Another good thing is lively festivals olib kelib qo'yaman bu yoqqa. Lively festivals endi support qilishim kerak. Buni ham support qilishim kerak. Lively festivalsga nima kiradi? Bizda bayramlar bo'ladi-da, misol uchun Navro'z bayrami. Another good thing is lively festivals. Endi buni ham support qiladigan bo'lsak, for example, Navro'z, which is celebrated on the 21st of March. People get together, odamlar birlashadi, they cook together, which is known famous food, popular food, sumalak. We have many festivals. I find spectacular scenery enjoyable degan so'zni olib kelib turib, men aytgan. Hozir endi buni e'tibor beringlar, hozir men nima qilaman? When people are tired of the city life, fed up with the city life, they go to the mountains around there. There are mountains, Zomen mountains, and they find, personally, I find spectacular scenery very enjoyable. There are pretty villages, and the air is fresh. Deb ideyalarimizni support qilib ketishimiz kerak bo'lar ekan. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar. Keyingi videomizda esa biz what things in your town do you not like ni o'rganib chiqamiz. Ko'rishguncha xayr.